Do'la. Do'la hammaga salom. Do'stlar, Ulug'bek Mittimini mashinasini obzori birinchi bor eksklyuziv. Da hech qayerda chiqmagan, faqat Latif.uz saytida ketyapti. Limited, to'g'rimi? Nima mashina? BMW X, voy. BMW Z4 2024 4,5 ming probek. Nomerlar har doimgidek. Da, ollovdan berib yuborsangiz jigarlar. Fma qayerda? Fma Gentra turibdi. Uni keyingi taqiladigan mashinasi 5 tashab qo'yilgan. Qaysi mashina? Gelik. Vo, Gelik. Xudo xolasa keyingi yili xudo xolasa. Ulug'bek bilan ham kelishib qo'ydik. Ulug'bek ham oladi, xudo xolasa men ham olaman. 2026 ga plan qildik, nasib. Planlarni bajarishimiz kerak. Harakatda bosyapmiz. Xo'p, mashinani qisqa obzorini qo'ramiz. Da. Nechinchi yil bu? 2024-yil. Men 25 ta oldim, lekin probegi 200-300 adashmasam shunaqa edi. Pashti yangi edi. O'zim haydadim. Keyingi 2024 bitta zavat qo'ring. Давайте aka, siz uchun special. Special. Voy. Gap yo'q do'stlar. Popcorn uchun отдельно bitta like qartingiz sababi bu BMW. Kabriolet. Shaharda qiyin bo'lmadimi yurish bunda ozgina? Qiynaldim, to'g'risi. Ayniqsa meni mahallalarimda juda qiyin bo'ldi. Hamnaqalardan kirib chiqdim har kuni. Li nima bo'ldi? Lini sotib oldik. Lini sotib oldik. Yoqmadimi? Li zo'r mashina, вообще zo'r mashina. Просто men ajralib yurishni xohladim. Shu xohishimga erishdim. Dalish maqsadlarni yo'lida qadam bosaveramiz, yengillik qilamiz. Shuning uchun buni ham almashtiramiz. Takoy o'sishda davom etamiz. Chestni necha pulga tushdi bu endi? Общий 90 ming yaqinroq tushdi. Xohlasangiz sotib olamiz. Olganlarida biluvdim. Men ham xo'ludim, rostini aytsam shunaqa mashinani. Eng qizig'i hozir yangi mashina olmoqchi Ulug'bek. Barterga ham berishga tayyorsiz, sotib olishga ham tayyor. Ha, shunaqa. Mabodo kimdadir qanaqadir takliflar bo'ladigan bo'lsa, ko'rib chiqaveramiz. Necha pulga sotasiz? Dangal aytib qo'yamiz. Men nomeringizni qoldiramiz, xatda sotib olaman desa telefon qilishga, lekin narxini aytib qo'ying. Давайте 85 ga sotaylik-da. Nimadirni kelishib ko'ramiz. Atak barterli joyi ham bor. Do'stlar, izohda Ulug'bek keyingi mashinasi nima bo'ladi deb yozinglar. To'liq videomiz Pul News YouTube kanalida chiqdi. Batafsil Ulug'bek bilan gaplashdik. Yangi bizneslar haqida, qanaqa paytlar bo'layotgani haqida kirib tomosha qilinglar. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling.